Hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va yaqinlari, bugungi videomizni boshdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Chunki bugun men sizga shunday o'ta muhim ma'lumotlarni aytamanki, bu har bir pensionerning hayotiga, ularning moliyaviy barqarorligiga va qo'shimcha ijtimoiy yordam olish imkoniyatlariga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz hozirda nafaqa olayotgan bo'lsangiz yoki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlar siz uchun shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega. Eski qoidalarga ko'nikkan bo'lsangiz ham yangi cheklovlar haqida bilishingiz shart. Bu sizning pulingiz, sizning farovonligingiz va sizning huquqlaringiz haqida. Hech qanday tafsilotni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot boshqalarga ham yetib borishiga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Ilgari nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromad olish masalasida vaziyat ancha sodda edi, deya olamiz. Ko'p hollarda nafaqa oluvchi shaxsning qo'shimcha daromadi, agar u rasmiy ish haqi yoki aniq bir faoliyatdan bo'lsa ham, uning asosiy nafaqa miqdoriga yoki u oladigan ba'zi bir ijtimoiy yordam turlariga bevosita ta'sir qilmas edi. Misol uchun, ba'zi pensionerlar kichik hajmdagi qo'shimcha ishlarni bajarishardi. Masalan, qo'shnilarga uy ishlarida yordam berish, kichik hunarmandchilik bilan shug'ullanish, bog'da sabzavot yetishtirib sotish yoki shunga o'xshash rasmiy daromad sifatida qayd etilmaydigan faoliyat turlari. Bunday daromadlar ko'pincha ko'z yumilgan yoki umuman hisobga olinmagan. Qolaversa, rasman ishlagan pensionerlar uchun ham ularning ish haqi miqdori nafaqaga bevosita ta'sir qilmagan holatlar mavjud edi. Ayniqsa, agar ish haqi ma'lum bir chegaradan oshmasa, bu sharoitlar pensionerlarga o'zlarining asosiy nafaqasiga qo'shimcha moliyaviy manbalarga ega bo'lishga imkon bergan va ularning turmush darajasini yaxshilashga yordam bergan. Ba'zi bir ijtimoiy imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiya yoki tibbiy xizmatlar uchun kompensatsiya olishda ham qo'shimcha daromadlar to'liq va qat'iy hisobga olinmas edi. Bu esa pensionerlarga ma'lum darajada moliyaviy erkinlik bergan. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Davlat ijtimoiy adolatni ta'minlash va mablag'larni samarali taqsimlash maqsadida nafaqaxo'rlarning daromadlarini hisobga olish tizimini yanada shaffof va qat'iy qilishga qaror qildi. Endilikda pensionerlarga ma'lum bir turdagi ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlarni olish taqiqlanadi. Agar ularning umumiy daromadi yangi belgilangan chegaradan oshib ketsa yoki ular barcha daromad manbalarini to'g'ri va to'liq deklaratsiya qilmasalar. Aslida taqiqlanadi deganda nafaqaxo'rning qo'shimcha daromad topishi taqiqlanadi deb tushunmasligimiz kerak. Aksincha, taqiqlanadi deganda agar sizning qo'shimcha daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, siz ilgari olgan yoki olishingiz mumkin bo'lgan ayrim ijtimoiy yordam turlari, imtiyozlar yoki qo'shimcha nafaqalardan mahrum bo'lishingiz nazarda tutiladi. Bu degani davlat sizga qo'shimcha daromad olishingizni cheklamaydi. Lekin agar sizning umumiy moliyaviy ahvolingiz yaxshi bo'lsa, u holda qo'shimcha ijtimoiy yordamga ehtiyojingiz yo'q deb hisoblaydi. Bu yangi qoidalar ayniqsa ilgari rasmiy qayd etilmagan yoki hisobga olinmagan daromad manbalariga ega bo'lgan pensionerlar uchun jiddiy o'zgarishlarni anglatadi. Endi davlat bunday daromadlarning barchasini inobatga oladi va ularning umumiy miqdoriga qarab ba'zi ijtimoiy yordam turlarini bekor qilishi yoki kamaytirishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlardan yanada mas'uliyatli bo'lishni, o'z moliyaviy holatlarini sinchiklab tahlil qilishni va barcha daromad manbalarini shaffof tarzda e'lon qilishni talab qiladi. Keling, ushbu o'zgarishlarni chuqurroq tahlil qilamiz. Asosan, o'zgarishlar nafaqaxo'rning umumiy daromadini hisobga olish tizimida sodir bo'ldi. Endilikda nafaqaxo'rlar tomonidan olinadigan har qanday turdagi daromad, jumladan asosiy nafaqa, rasmiy ish haqi, yarim stavkadagi ish haqi, tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromad, ijaraga berishdan olingan daromad, hatto qo'shnilarga uy ishlari yoki xizmat ko'rsatish evaziga olingan pul mablag'lari, agar ular qandaydir tarzda rasmiy hisobga olinadigan bo'lsa, ham umumiy daromad summasiga kiritiladi. Bu umumiy daromad. Ijtimoiy ta'minot organlari tomonidan belgilangan yangi chegaralar bilan solishtiriladi. Agar sizning umumiy daromadingiz ushbu chegaradan oshib ketsa, siz avval olgan yoki olish huquqiga ega bo'lgan ba'zi bir maxsus ijtimoiy imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar yoki subsidiya turlaridan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu degani nafaqat asosiy nafaqangiz, balki sizning umumiy moliyaviy ahvolingiz ham
endilikda yanada sinchkovlik bilan tekshiriladi. Kimlar aynan xavotirga tushishi kerak? Birinchi navbatda asosiy nafaqasidan tashqari boshqa har qanday qo'shimcha daromad manbalariga ega bo'lgan pensionerlar xavotirga tushishlari kerak. Bularga ishlaydigan pensionerlar, o'z-o'zini band qilgan pensionerlar, daromadi oladigan, ijara daromadi oladiganlar, mulkini ijaraga berishdan foyda ko'radiganlar yoki boshqa har qanday norasmiy bo'lmagan, lekin muntazam daromadga ega bo'lganlar kiradi. Shuningdek, hozirda qandaydir ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'lovlari, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiya, tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar, transport xarajatlari kompensatsiyasi yoki boshqa shu kabi qo'shimcha yordamlar olib kelayotgan pensionerlar ham vaziyatni diqqat bilan o'rganishlari zarur. Chunki aynan shu turdagi yordamlar yangi qoidalar tufayli bekor qilinishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Faqatgina asosiy nafaqasini oladigan va boshqa hid nafaqasini oladigan boshqa hech qanday qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmagan pensionerlar. Shuningdek, juda minimal daromadga ega bo'lgan va qonun tomonidan aniq belgilangan istisnolar ro'yxatiga kiruvchi daromadga ega bo'lganlar hozircha xavotirlanishlari shart emas. Agar sizning daromadingiz faqatgina nafaqadan iborat bo'lsa va siz hech qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam turini olmasangiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Keling, bir nechta aniq hayotiy misollar orqali vaziyatni tushunib olaylik. Misol 1, Oysha opa 72 yoshda. U yakkaxon yashaydi va har oyda asosiy nafaqa sifatida 950 ming so'm oladi. Bu nafaqaga qo'shimcha ravishda u uy-joy kommunal xizmatlar uchun har oy 2020 ming so'm miqdorida subsidiya olardi. Chunki uning daromadi tirikchilik minimumidan past edi. Oysha opa uyda zerikmaslik uchun qo'shnilarga kichik uy ishlarda yordam berardi. Kir yuvish, ovqat pishirish, bolalarga qarash kabi xizmatlar evaziga oyga taxminan 200 ming so'm atrofida qo'shimcha pul topardi. Ilgari bu daromad rasmiy hisobga olinmagani uchun uning subsidiyasiga hech qanday ta'sir qilmas edi. Endi esa yangi qoida bo'yicha har qanday qo'shimcha daromadni, hatto norasmiy bo'lsa ham deklaratsiya qilish shart. Agar uning umumiy daromadi nafaqa 90 ming so'm plus qo'shimcha daromad 500 ming so'm, 1 million 1 million so'm yangi belgilangan chegaradan, masalan, oila a'zosi boshiga 200 ming so'm bo'lgan chegaradan oshib ketsa, uning oylik subsidiya to'lovi butunlay bekor qilinishi mumkin. Bu Oysha opa uchun har oyda 2000 ming so'm yo'qotishni anglatadi. Bu uning byudjetiga jiddiy ta'sir qiladi. Hatto 500 ming so'm qo'shimcha topgan bo'lsa ham 2000 ming so'mlik subsidiyadan ayrilishi uning moliyaviy ahvolini yomonlashtirishi mumkin. Misol 2, Akmal aka 68 yoshda. Uning asosiy nafaqasi 21 ming so'm. Akmal aka pensiyaga chiqqaniga qaramay, tajribasidan foydalangan holda bir korxonada yarim stavkada ishlaydi va oyiga 1.500 ming so'm maosh oladi. U ilgari o'zining yoshi va salomatligi tufayli har yili sanatoriy kurortga bepul yo'llanma olish huquqiga ega edi. Ilgari uning ish haqi nafaqaning ba'zi turlariga va ijtimoiy imtiyozlarga bevosita ta'sir qilmas edi. Chunki bu imtiyozlar faqat nafaqaning o'ziga qarab belgilanardi. Endi esa yangi qoidalar qabul qilingandan so'ng uning umumiy daromadi nafaqa 1100 ming so'm, bo'sh ish haqi 1500 ming so'm, 2600 ming so'm yangi belgilangan chegaradan, masalan, sanatoriy yo'llanmasi olish uchun shart qilingan maksimal daromad miqdoridan oshib ketganligi sababli u har yili olgan bepul sanatoriy kurort yo'llanmasidan mahrum bo'lishi mumkin. Bu Akmal aka uchun har yili bir necha million so'mlik yo'qotishni anglatadi. Bu uning salomatligini saqlashga sarflaydigan mablag'iga sezilarli ta'sir qiladi. Misol Gulnora aya 75 yoshda. Uning nafaqasi 1 ming so'm. U shaharda ikkita kvartiraga ega va ulardan birini talabalarga ijaraga beradi. Bu ijara evaziga u oyga 2000 ming so'm daromad oladi. Va bu daromadini qonuniy ravishda deklaratsiya qilib, soliqlarni to'lab keladi. Gulnora aya. Yolg'iz keksalar uchun mo'ljallangan maxsus oziq-ovqat va dori-darmonlar uchun har oy 300 ming so'm miqdorida qo'shimcha yordam puli olardi. Ilgari ijara daromadi agar u to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa ham ba'zi ijtimoiy yordam dasturlariga ta'sir qilmasdi. Chunki ular faqat nafaqa miqdoriga qarab berilardi. Endi esa yangi qoidalarga ko'ra uning umumiy daromadi nafaqa 20 ming so'm, ulug' ijara 2000 ming so'm, 3000 ming so'm
aniq belgilangan chegaradan sezilarli darajada oshib ketganligi sababli. U olgan barcha qo'shimcha ijtimoiy yordam turlaridan, shu jumladan oziq-ovqat va dori-darmonlar uchun beriladigan 300 ming so'mlik puldan ham mahrum bo'ladi. Bu Gulnora aya uchun har oyda muhim bo'lgan 300 ming so'mlik qo'llab-quvvatlovni yo'qotish demakdir. Bu uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda jiddiy qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar turli daromad manbalariga ega bo'lgan pensionerlarning moliyaviy holatiga bevosita ta'sir qiladi va ulardan o'z daromadlarini to'g'ri baholashni va tegishli organlarga o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berishni talab qiladi. Endi esa ushbu qoidalardagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va noaniq nüanslar haqida gaplashaylik. Har qanday qoida tizimida bo'lgani kabi, bu yangi daromadlarni hisobga olish tizimida ham ba'zi istisnolar mavjud. Mutaxassis sifatida shuni aytishim mumkinki, barcha turdagi daromadlar ham umumiy hisob-kitobga kiritilmaydi. Masalan, oila a'zolaridan olingan kichik miqdordagi bir martalik sovg'alar, hukumat tomonidan zaif qatlamlarga ajratilgan aniq maqsadli grantlar yoki bir martalik meros pullari, agar ular muntazam daromad manbai bo'lmasa, odatda umumiy daromad hisob-kitoblariga kiritilmaydi. Shuningdek, yillik yoki mavsumiy xarakterga ega bo'lgan, doimiy bo'lmagan daromadlar uchun alohida hisob-kitob qoidalari bo'lishi mumkin. Lekin bu istisnolar har doim ham aniq belgilangan bo'ladi va ularni tekshirish uchun tegishli idoralarga murojaat qilish shart. Tuzoqlar va noaniqliklar bin daromadni e'lon qilmaslikning oqibatlari eng katta tuzoq bu qo'shimcha daromadni ataylab yoki bilmasdan yashirishdir. Agar davlat organlari sizning deklaratsiya qilinmagan daromad manbaingizni aniqlasa, bu nafaqat sizning imtiyozlaringizni bekor qilishga, balki ilgari olingan qo'shimcha to'lovlarni qaytarishni talab qilishga va hatto jarimalar solishga ham olib kelishi mumkin. Bu qoida buzilishning eng jiddiy oqibatidir. 2. Qoidalarni noto'g'ri talqin qilish. Ba'zi pensionerlar qaysi daromadlar hisobga olinadi-yu, qaysilariga ismi berilishini noto'g'ri tushunishlari mumkin. Masalan, qo'shnichilik yordami evaziga olingan pullar rasmiy daromad hisoblanmaydi deb o'ylashlari mumkin. Ammo agar bu muntazam va ma'lum miqdordagi mablag' bo'lsa, u ham hisobga olinishi mumkin. Bu borada doimo aniqlik kiritish lozim. 3. O'zgarishlar haqida kechikib xabar berish. Agar sizning daromadingizda o'zgarishlar yuz bersa, masalan, yangi ishga kirish, ijara shartnomasini bekor qilish, bu haqda tegishli organlarga darhol xabar berish juda muhim. Hatto kichik o'zgarishlar ham sizning imtiyozlaringizni qayta hisoblab chiqishga sabab bo'lishi mumkin. Kechikish esa jiddiy muammolarga olib keladi. Raqamli daromadlar, internet orqali olingan daromadlar, onlayn frilans, ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatdan olingan daromadlar va hokazo ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Davlat hozirda raqamli iqtisodiyotni ham faol ravishda kuzatib bormoqda va bunday daromadlar ham umumiy hisobga kiritilishi mumkin. 5. Oilaviy tarkibning chegaralariga ta'siri. Ba'zi ijtimoiy yordam turlari oilaning umumiy daromadi va oila a'zolarining soniga qarab hisoblanishi mumkin. Agar pensioner katta yoshli farzandlari bilan yashasa, garchi bu yangi qoida pensionerning o'z daromadlariga qaratilgan bo'lsa ham, ba'zi dasturlar uchun butun oilaning daromadi inobatga olinishi mumkin. Bu masalada ham aniqlik kiritish shart. 6. Brutto va netto daromad o'rtasidagi farq. Daromadni hisoblab chiqishda soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar ushlab qolinmasdan oldingi brutto yoki ushlab qolingandan keyingi netto miqdor hisobga olinadimi? Bu ham muhim nuanja. Odatda ijtimoiy yordamlar uchun netto daromad hisobga olinadi, ammo buni aniqlashtirish zarur. 7. Har xil ijtimoiy yordam turlari uchun har xil qoidalar, uy-joy subsidiyasi uchun belgilangan daromad chegarasi, tibbiy yordam uchun imtiyozlar olish chegarasidan farq qilishi mumkin. Har bir imtiyoz turi uchun alohida qoidalarni o'rganish lozim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy maslahatlar. Bu yangi qoidalar oldida qanday harakat qilish kerak? Qaysi qadamlarni qo'yish lozim? Mana siz uchun aniq va tushunarli ko'rsatmali bir qadam. Barcha daromad manbalaringizni aniqlang va ro'yxatini tuzing. Bu juda muhim qadam. Hamma narsani yozib chiqing, asosiy nafaqangiz miqdori. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, oylik ish haqingiz, brutto va netto. Agar tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, oylik yoki yillik o'rtacha daromadingiz, ijara daromadi, kvartira, avtomobil yoki boshqa mulkni ijaraga berishdan. Bank depozitlaridan olingan foizlar, agar ular katta miqdorda bo'lsa,
qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan olingan daromad. Har qanday boshqa doimiy yoki muntazam bo'lmasa-da, sezilarli miqdordagi qo'shimcha daromad. Hech narsani yashirmang va e'tibordan chetda qoldirmang. To'liq ro'yxatga ega bo'lishingiz keyingi qadamlarda sizga yordam beradi. 2 qadam amaldagi yangi qoidalarni o'rganing. Bu qoidalarni qayerdan topish mumkin? O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi yoki Iqtisodiyot va Moliya vazirligining rasmiy veb-saytlari, O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida, mahalliy aholi bandligiga ko'maklashish markazlari yoki ijtimoiy himoya bo'limlari, eng ishonchli yo'li bevosita yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya agentligiga tashrif buyurish va mutaxassislardan shaxsan ma'lumot olishdir. Ular sizga aynan sizning holatingizga tegishli bo'lgan qoidalarni va daromad chegaralarini aniq aytib berishlari kerak. Qanday imtiyozlar uchun qanday daromad chegaralari belgilanganini aniq so'rab oling. 3 qadam umumiy daromadingizni hisoblang va yangi chegaralar bilan solishtiring. Birinchi qadamda tuzgan ro'yxatingiz asosida barcha daromadlaringizni jamlang. Keyin ikkinchi qadamda olingan ma'lumotga asosan siz oladigan har bir qo'shimcha ijtimoiy yordam turi, subsidiya, imtiyoz, kompensatsiya ucha belgilangan yangi daromad chegaralari bilan o'zimiy daromadingizni solishtiring. Misol, agar siz kommunal to'lovlar uchun subsidiya olayotgan bo'lsangiz va bu subsidiyani olish uchun oila a'zosi boshiga oyiga maksimal 1.500.000 so'm daromad chegarasi belgilangan bo'lsa, sizning jami daromadingiz ushbu summadan oshib ketayotgan yo'qligini tekshiring. Agar yakkaxon yashasangiz va jami daromadingiz 1.600.000 so'm bo'lsa, siz chegaradan oshib ketgan hisoblanasiz. 4 qadam. Agar nomuvofiqliklar yoki chegaradan oshganlikni aniqlasangiz, faol harakat qiling. Agar sizning daromadingiz belgilangan chegaradan oshib ketayotganini yoki sizning daromad manbalaringiz to'liq deklaratsiya qilinmaganligini aniqlasangiz, kutib o'tirmang. Davlat organlari sizni topishini kutmasdan, o'zingiz faol ravishda tegishli ijtimoiy himoya bo'limiga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Vaziyatni tushuntiring va qanday choralar ko'rish kerakligini so'rang. Oldindan xabar berish keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan jiddiy muammolarning oldini oladi. 5 qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Murojaat qilishdan oldin barcha zarur hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bular quyidagilar bo'lishi mumkin: fuqarolik pasporti yoki ID kartangiz, nafaqa guvohnomasi, oxirgi 6 yoki 12 oylik daromadlaringiz haqidagi ma'lumotnomalar, ish joyingizdan, bankdan, soliq inspeksiyasidan, bank hisobvaraqlaridan ko'chirmalar, daromadlar oqimini tasdiqlovchi, ijara shartnomalari agar mavjud bo'lsa, ish shartnomalari agar ishlayotgan bo'lsangiz, soliq deklaratsiyalari agar siz tadbirkor bo'lsangiz. Har doim hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini olib boring. 6 qadam. Qanday murojaat qilish va nima deyish kerak? Murojaat qilayotganda ochiq va halol bo'ling. O'z vaziyatingizni to'liq tushuntiring. Savollaringizni aniq va tushunarli qilib bering. Agar qandaydir savollarga javob bera olmasangiz, yordam so'rang. Agar qabul qilingan qaror sizni qoniqtirmasa, apellyatsiya tartibi haqida so'rang. Har bir murojaatingizni yozma ravishda qayd etishni so'rang va javob xati olishga harakat qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. Agar siz hali ham aniq bilmasangiz yoki vaziyat juda murakkab bo'lsa, professional yuridik maslahat olishdan tortinmang. Ijtimoiy ta'minot masalalari bo'yicha ixtisoslashgan advokatlar sizning huquqlaringizni himoya qilishda va eng yaxshi yo'l yo'riqlarni ko'rsatishda yordam berishlari mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugun men sizga nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha daromadlarni hisobga olishda yuz berayotgan o'zgarishlar va ularning ijtimoiy imtiyozlarga ta'siri haqida batafsil ma'lumot berdim. Yodingizda bo'lsin, davlat nafaqaxo'rning qo'shimcha daromad topishiga to'sqinlik qilmaydi, balki adolatli ijtimoiy yordamni ta'minlash maqsadida barcha daromad manbalarini hisobga olgan holda kimga haqiqatan ham qo'shimcha yordam kerakligini aniqlashga harakat qiladi. Bu qoidalar sizdan mas'uliyatni va shaffoflikni talab qiladi. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Iltimos, bu videoni oilangiz, do'stlaringiz va tanishlaringiz bilan baham ko'ring, ayniqsa pensionerlar bilan. Shunda ular ham bu muhim o'zgarishlardan xabardor bo'lishadi. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Bu qoidalar sizga qanday ta'sir qiladi? Har bir fikr biz uchun qadrli.
videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz sizni muhim yangiliklar va foydali ma'lumotlardan doimo xabardor qilib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.